Bu storiesim alohida men tanishlarimga atalgan. Hammaga assalomu alaykum avvalambor. Kecha o'tirib bir analiz qildimda. Analizda meni shaxsiy hayotimda, real hayot, ya'ni g'oyibona emas, real hayotimda tanish o'rtoqlarim, tanishlarim, sinfdoshlarim, ukaxonlarim, ba'zi bir holatlarda akaxonlarimni ayollarini meni yomon ko'rishlari haqida. 35 tachasini o'tirib har bittasini sanadim, yozdim, izuchat qilib chiqdim. Endi undan ko'p ular aslida 35 tasiga aqlim yetdi, real hayotda taniyman. Ularning ayollarini taniyman, menga ularning ayollari kerak emas. Lekin ularni ayollari erlariga birinchi zadaniya qilib azizlikdan uzoqroq yuring yoki azizlikdan uzoqroq yurgin deb buyruq berishadi. Buyruq berishadi degani balki noto'g'ridir-ku, iltimos qilishadi, shu harakatdan uzoqroq yuring deydimi yoki vaholanki u insonlarga, ya'ni o'sha parichkalarga yoki o'sha er-xotinlarga hali faqat va faqat foydam tekkan bo'lsa tekkan, hech qachon meni o'zi hech qachon hech kimga zararim tegmagan. Nafaqat u o'rtoqlarimni, tanishlarimni, hamkasblarimni ayollariga tugul men ularni tanimayman ham, просто men bilaman, что ular shu odamdan uzoq. Chunki buni sabablari 2-3 xil bo'lishi mumkin. Ya'ni birinchi sababi ular o'zlarini erlarini yoki yigitlarini asli qanaqaligini bilishmaydi. Ikkinchi sabab, men intervyularimda, Instagramdagi hayotimda men o'zimni borimcha ko'rsatishim, sayohatlarga chiqqanda qanaqa o'zim tutishim yoki o'sha qilgan xatolarimni gapirib berishim. Xullas men maskasiz, hojikan yoqmasdan, men dalbek bo'lganman, yurgan bo'lsam yurganman deyishim. Lekin ko'p voqealarni men kulgili qilib gapirib berishim, anekdotlarga ulab gapirib berishim, mutoyiba qilishim, balki o'sha aktyor biz Oscar degan nominatsiyaga qilib qo'yganman, sportsmen, professional rekordsmen deb qo'ygan. Balki men o'sha sizlarning ko'ngillarni olish uchun qanaqadir rol o'ynayman. Shuning uchun hurmatli meni ukaxonlarim, akaxonlarim, o'rtoqlarim, do'stlarimni ayollari, meni bir tomondan yomon ko'rishingiz ham, yaxshi ko'rishingiz ham kerak emas. O'zingizlarni tanlagan, shu yashab yurgan xo'jayininglarni yaxshi ko'rishingiz kerak, u normalni. Lekin men hech qaysi bir oilaga yomonlik qilgan emas. Men intervyularda Latipovda nima gapda gapirgan bo'lsam, men o'zimni qanaqaligimni gapirganman. Lekin birontanglar eringlarni yoki yigitinglarni yoki turmush o'rtog'inglarni birontasi mana bitta gelikdan spor o'ynayman, bitta gelik kaltini qo'yaman o'rtaga, $250,000 turadi. Bironta eringlar, yigitinglar yokida o'sha yashab o'tayotgan hozirgi menga tanishim bo'lgan o'sha anaqalar, shu turmush o'rtog'inglar aytolmaydi biron marta aziz meni bironta ayol bilan tanishtirgan yoki bironta ayollar bilan o'tirgan kurukka meni chaqirib, meni tanishtirib, men keyin shu aziz orqali senga xiyonat qilganman deb aytolmaydi. Agar shunaqa gapiradigan bironta o'rtog'im, tanishim, qarindoshim, bilmayman, jigarim, ukaxonim, turmushga qilib yurgan bolalardan birontasi shu gap ayta olsa, bitta yangi emas, o'sha $250,000 gelikka notariusga olib borib, nomerga o'tkazib beraman, boyib qolasizlar zato. Shuning uchun hurmatli meni tanishlarimni, ukaxonlarimni, akaxonlarimni ayollari, xavotir olmanglar. Meni hayotimga kirib chiqib ketgan qadrdonlar, insonlar men tomonidan biron marta na oilasiga, na cho'ntagiga, na sog'ligiga, na bironta bir farzandiga, na bironta bir qo'shnisiga hattoki meni zararim tegmagan. Shu esingizda bo'lsin. Shaxsiy hayotimdagi ochiq-oydin gapirishlari, men qanaqa insonligim, men qanaqa ko'rsatishni xohlagan bo'lsam sizlarga o'zimni, men shunaqa ko'rsatishga haqqim bor. Sizlarni eringlar xiyonat qilmaydigan idealni qo'pol qilayotganda faqat shu bitta joyga haligi bitta insonga anaqa qiladigan bo'lsa, молодцы. Значит, вы смогли, вы demak sizlarni anaqanglar zo'r ekan, biz sal yomonroq ekanmiz. Lekin hadeb bunaqaligi qilib olmanglar, rahmat.
Ha, yana bitta muhim narsa aytish esimdan chiqib qolibdi shu mavzu bo'yicha. Bir ikki marta shunaqa voqea bo'lgan, ya'ni bir ikkita bolalar telepiskada anaqa bilan qo'lga tushib qolgan, misol uchun o'zini turmush o'rtog'i, ya'ni xotini bilan telefonni kovlab qolganda shunaqa holatga tushib qolganki, xotin, men unaqa emasman. Sen aziz o'rtog'ingizdaqa siz mana sizda yo'q, unaqa isqirta emasman deb o'sha meni yomon yurumsoq tvar qilib ko'rsatgan aka-ukalar, tanishlar, mayli oilalarni meni yomonlash evaziga saqlab qolgan bo'lsanglar, men shu payt yomon emas, pidaras gandon bo'lishga ham tayyorman. Lekin baribir o'zinglardan boshqa hech kim yaxshi bilmaydi. Так что mayli. Noto'g'ri joyda qo'lingdan kelgan hamma yaxshilikni qilsang ham yetarli bo'lmaydi. Xato, kamchilik qidiravurishadi. Lekin to'g'ri joyda bo'lsang, sani borligingni o'zi ham yetarli bo'ladi.